hurmatga, har qancha e'zozga loyiq bo'lgan sizdek zot sharifga bugun bo'ldi bitta o'zingiz yetasiz. Boshqa hech kim chaqirmay yoningizga. Chunki biz galdagi marosimning nomini onaga ehtirom deb nomlaymiz. Bugun farzandlaringiz sizga atagan sovg'asi bor. Mana shu sovg'ani topshirmoqchimiz sizga. Tantanali ravishda. Ayni mana shu fursatda biz go'zal bir ash'orlarni keltirmoqchimiz. Undan oldin esa men Nazarga to'paga yuzlanmoqchiman. Nazarga to'pa farzandlarni katta qilgunga qadar, mana shu kunga yetgunga qadar qancha yolg'on ishlatdingiz? Aldadingizmi bolalaringizni? Bo'ldi, yolg'onlar bo'ldi. Mana shu yolg'onlaringizni hozir bir sanab beraman hammaning oldida, maylimi? Onasi bor insonni bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar dilida, hech kimsadan kami yo'q. Bir chimdim osh qolsa ham, bolam sen ye, qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan ham yolg'on ekan bu so'zlar. Men o'ylarkan onam. Mana bu go'shtni yegin. Men uncha yoqtirmayman. Onam so'zi xush yoqib yer edim, qoldirmayman. Bola edim, g'o'r edim. Tashvish nima bilmayman. Bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam. Deya meni sovuqdan asrab kelganlar har dam. O'zini barg sanardi der edi meni lodam. Bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. O'zi kiymay kiydirgan 40 yamoqda yursa ham, armonlarim so'ldirgan armon bag'rin tilsa ham, bolam yig'lamasin deb kulgan ichi kuysa ham, bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Hayot menga o'rgatding, berding menga ko'p saboq. Farzandlardan nishona onam sochidagi oq. Onam rozi qilayin, oqstin oqlay qandoq. Sabri shularni eslab bugun ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam dedi. Vaqtimizga yolg'onchi onalarimiz bor bo'lsin, sog' bo'lsin deganlar bitta farzandlar sharaf qo'yamiz. Marhamat azizlar. Go'zal marosim onalarga ehtirom ko'rsatamiz. Davra Shahzoda va malikasi uchun alohida qarsaklar so'raymiz. On